Mana uzun marketdan inkubatorni olib keldim. Tagiga bitta stulchalar yasadim. Kvartirada yashayman, kvartirantman. Shu inkubator avtomatik 200 talik inkubatorga hozir bitta nimasini polkasini olib tashlab turib 90 ta tuxumdan 88 tasi qoldi. Bittasi yo'lda sindi. Toshkentdan keldi. Bittasi hozir qo'yayotganimda qo'limdan chiqib ketib sindi. Xudo xolasa kunligini kunda olib boramiz videoda. Bitta ko'ramiz. Men to'g'risi mana endi qilyapman. Shular inkubator ishqibozlari uchun mana o'zim rosa videolar oqtarganman har xil. Qaysini olsam nima bo'lar ekan deb. Bitta inkubator olganman. Konteynerga qilingan inkubatordan olganman, lekin uni ishlatganim yo'q. Uni yomon ham deyolmayman, yaxshi ham deyolmayman. Ikkisiga ham haqqim yo'q hozir. Endi mashina hozir bitta ko'ramiz. Endi buni yaxshi tomoni 200 ta bunaqangi tuxumchalar ham chiqib qolyapti orada. Ko'ramiz, ulardan nima chiqadi. Har xil tuxum mana. Qora shahzoda deyishdi menga. Toshkentda Botir tog'a bor ekan. Umri uzoq bo'lsin. Yangi tuxumlar beribdilar. Rosa tekshirdim. Suvga ham solib ko'rdim. Banar ham yoqib ko'rdim. Bunaqa havo kamerasi katta emas, pastda yo'q ham ko'rmadigan joyim ham bo'lgan. Ikkita nuqtadagi joy havo kameralari yo'q xullas. Yangi. Tog'amiz agar aytganlari rost bo'lsa, rejalarimiz xudo xolasa 28-22 shunaqa kunlar ichida chiqib qoladi. Endi men yangiman bu ishda. Men oldin qilmaganman bu ishni. Endi mana harakat. Inshaalloh yaxshi bo'ladi. 90 ta tuxumdan 88 tasini hozir terib chiqyapman. Mana shunaqangi bir-biriga xalaqit qilmaydigan qilib teryapman mana. Buni saylanganda bunisiga tegib bola aqaylanib qolmasin deb